Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan bitta zo'rina markani ko'ramiz. Bu Haval Julian avtomobili. Bu avtomashinani hozirgi kunda 36 oyga foizlarsiz bo'lib berishyapti. Kafi rasmiy daromadingizdan so'ralmaydi. Eng kamida 30% to'lov qilasiz. Eng uzoq muddatda o'sha 36 oygacha foizlarsiz xarid qilsangiz bo'ladi. Haval Navoiy avtosalonida. Eng qizig'i, bu avtomashina narxiga nisbatan ancha ko'p funksiyaga ega ekan. Ya'ni cruise control, climate control, samat tarmajini o'zini parkovka qilish, panoramnilik hamma funksiyasi bor ekan. Lekin orqa tarafida balka joylashgan ekan, ya'ni nezavisniy podveska emas. Bu ko'pchilikga yoqmaydi, что balka bo'lmaydi, yomon deyshadi. Lekin buni zo'r tarafi bor. Ya'ni bu nezavisniy podveskaga nisbatan sal chidamliroq bo'ladi balka. Naboratiga yaxshi, misol uchun yamalada bu yaxshi ushlaydi. Og'irroq yuk bossangiz ham yaxshi ushlaydi. Hozirgi kunda biz Navoiy mashina bozorida xuddi shunaqa maydon tashkil qilganmiz. Haval Navoiy sotuv bo'limi tomonidan siz bu yoqqa kelib, bemalol avtomobil to'g'risidagi so'nggi yangiliklarni sotuv bo'limi menejerlaridan qo'lga kiritishingiz mumkin. Va siz haligacha menga obuna bo'lmagansiz, hoziroq ushbu tugmani bosib qo'ying, chunki men sizga eng so'nggi Haval yangiliklarini yetkazib boraman.